Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Bu yil 7 ayının 5 günü təcavüzçi Xitayning tinch usul bilan demokratik haqlarını tələb qilgan Şərq Türkistan xalqini qanlıq bastırgan irqiy qirg'inchilikning vahshiylikka chiqishining boshlang'ichi bo'lgan Urumchi qirg'inchiligining 16 yillik xotir kuni edi. Muhaciratda yaşayotgan dünyanın her qaysi joylaridagi Şərq Türkistanlıqlar bu günni ahamiyatli fəaliyyətlər bilan xotirladi. Ən aldı bilan Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin bu qanlıq facialik günni xotirlab, xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, Şərq Türkistan xalqining mavjudligini saqlab qolishdagi birdan-bir yo'l bo'lgan Şərq Türkistanning mustaqilligini talab qilib e'lon qilgan turli ijtimoiy axborot vositalarida e'lon qilgan axborotini diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligini xotirlaydi va bu vahshiylikning qurbonlaridan faxrlanadi. Xalqaro jamiyatni keskin turda jiddiy harakat qo'llanib, ishg'ol qilingan Şərq Türkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarga qarata tajovuzchi Xitoy Xalq Jumhuriyati yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni talab qiladi. 2009 yili 5-oyda Xitoy tajovuzchi kuchlari Urumchida ilib berilgan tinch namoyishga qarata vahshiy bir qatlamni amaliyleştirdi. Natijada millionlarcha Şərq Türkistan xalqi yo'qolib ketdi. Qonunsiz tutqun qilinib, turmalarga qamaldi. Vahshiylarcha o'ldirildi. Bu qirg'inchilik yolg'iz inson haqlari dafsanchiligi bo'lib qolmay, davlat qo'llagan keng ko'lamli etnik tozalashdan iborat. Bu sistemlik turda ilib berilgan xalqaro jamiyat irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan vahshiylikning dastlabki holati edi. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Məmtimin Əla əpəndi Urumchi qatliamı burilish nuqtasi bo'lib, dunyo ko'rmasga selib olgan bir ogohlantirish edi. Shu kundan e'tiboran Xitoy Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni va mustamlikasini kuchaytirdi. Millionlagan Şərq Türkistan xalqi lager va turmalarga qamaldi. Zavodlarda qul qilindi. Kimligi, diniy e'tiqodi va oilasidan ayirib etildi dedi. Hatta 2025 yilida Xitoy Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata irqiy qirg'inchilikni jazosiz elib bormoqda. Millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlari jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. Millionlaganlari assimilyatsiya qilish, majburiy emgakka selish, tug'mas qilib etish, raqamli kuzatish, jismoniy va ruhiy jihatdan bostirishga duch kelmoqda. Xitoy davlati Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining kimligi, diniy e'tiqodi, kulturini jinoyat deb hisoblab, bir butun millatni yo'qotishni planladi. Yaqinqi oylarda yangi istixborot va tekshirish dokumentlari shuni ko'rsatdiki, Xitoy hukumatı 2030 yilga borganda organ yig'ib olish markazlarining sonini 3 hissasiga chiqarishni planlagan. Navbatdagi mo'ljalga asoslanganda 25 mingdan 50 minggacha bo'lgan Uyg'ur yoshlari organlari uchun o'ldiriladi ekan. Bu faoliyatlar davlat qo'llagan keng ko'lamdagi sanoat qotilligi hisoblanadi. Bu organ sug'urib olish markazlari ixtiyoriy organ taqdim qilish markazlari emas. Ular saqliqni saqlash ul asliyalari deb bilingan irqiy qirg'inchilik asliyalaridan iborat. Xalqaro jamiyat buni uzoq va abstrakt inson haqlari dafsanchiligi deb to'nganda hal qila olmaydi. Krizisni texnik cho'nqurlashtirish uchun Xitoy Xinjiangni ishg'ol qilingan Şərq Türkistan, ya'ni atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining sekretari qilib tayinladi. U Birlashma front xizmat bo'limining a'zosi, Davlatlik millat ishlari komitetining yuqori darajali katibashi edi. Uning yangidan tayinlanishi Xitoyning oldin planlangan ideologik urushni kengaytirish, chegara halqagan bostirish va irqiy qirg'inchilikning simvoli. Xinjiang Xitoy Kompartiyasining etnik tozalash ijrochisi, Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor uning Şərq Türkistonga sekretar qilib tayinlanishi irqiy qirg'inchilikning texmo shiddatlanishiga vakillik qiladi. Dunyo buni jiddiy ahvol sifatida hal qilishi lozim dedi. Şərq Türkiston sürgündə hökuməti yana yaqinda Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi David Perdo bilan Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatiga bevosita chetishliq shaxs Wang Xiaohong bilan bo'lgan uchrashishni qattiq aybladi va ogohlantirdi. Qonun ijro qilishni almashtirish shaklida tashkillangan bu yig'inga irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga imzo qo'ygan Amerikaning ishtirok qilishini qabul qilgani bo'lmaydi. Irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi turman deydigan har qanday hukumatning bu xil vahshiylikni aktiv ilib berayotgan hokimiyat bilan hamkorlashishi to'g'ri emas. Bu yig'in axloq aniqligi va qonuniy birdaklikning yimirilishiga vakillik qiladi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Amerika hökuməti, Avropa Birləşməsi, Şimali Atlantik Əhdi təşkilatına a'zo davlatlar və dünyadagi demokratik davlatlarni
Xitoy Xalq Cumhuriyeti bilan bo'lgan barliq qonun ijro qilish, istixborot va harbiy munosabatlarni darhol uzishga rasmiy chaqirdi. Uning sirtida Beyjingning irqiy qirg'inchilik qotillari bilan tijorat va diplomatik aloqani to'xtatishini, irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka selish qilmishini yurgizgan Xitoy katiboshları va o'rinlarga jazo berish, xalqaro jinoiy ishlar mahkamasiga sungan arizni o'z ichiga olgan Sharq Turkistonning adolat, mas'uliyatni surishtirish tirishchanligini to'liq qo'llashni talab qiladi. Xalqaro jamiyat yana Sharq Turkiston xalqining milliy o'z taqdirini o'zi belgilash, shundoqla mustaqillik huquqini e'tirof qilishi va qo'llashi lozim. Sharq Turkiston surgunda hukumati irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qilishning birdan-bir uzun muddatli hal qilish chorasining Sharq Turkistonning mustaqilligini to'liq va qonunliq asliga keltirish ekanligini qayta ta'kidladi. Sharq Turkiston masalasi Xitoyning ichki ishi, ichki masalasi emas. Bu chet elning ishg'oliyati, mustamlikasi va xalqaro qonunga og'ir darajada xiloflik qilish masalasi. Amerikaning asr davlatlari qonuni Sharq Turkistonni ochiq bir shaklda ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qiladi. Amerikaning uning hurligi va mustaqilligini qayta qo'lga keltirish mas'uliyatini muayyanlashtirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati barliq davlatlarga harakatsizlikning o'lim bilan barobar ekanligini, tinchlantirishning sherik ekanligini eslatadi. Simvollik bayonotlarning vaqti o'tdi. Irqiy qirg'inchilik elib berilmoqda. Voqea sodir qiluvchilar ma'lum. Adolat mexanizmi mavjud. Kam bo'lg'ini harakat qilishdagi siyosiy iroda. Dunyo Xitoyning Sharq Turkistonni uzun muddat mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilikqa yurgizish va ishg'ol qilish harakatini oxirlashtirish uchun o'zining qonuniy va axloq majburiyatini ado qilish kerak dedi. 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlab, dunyoning har qaysi joylarida o'tkazilgan faoliyatlarning tafsilotini keyingi xabarlarimizda anlatamiz. Ajiba Tangirdan o'zgaga tiz bukishni keskin rad qiladigan favqulodda ilg'or bir aqida sistemasiga ega millatning mansublarining 70 yillik asorat tarixidan keyingi bugungi kunda ursa qochadigan, tishining iqini ko'rsatib bo'lguncha quyruqini shipangishtirib ulguradigan ermak kitning tabiatiga tushib qolayotgan holatini ko'rishdan ortiq yana qandoq fojia bor? Ajiba Tangirdanlik kutiladigan qandoqligi imkoniyat, rahmat, shafqat va tevinishlar bo'lsa, umid va chiqish yo'li bo'lsa, ustunlik va tortuq, izzat, hurmat, kechirim va beg'ishlash bo'lsa, hammaga ko'z yumib turib, faqatla mustamlikachisidan kutalaydigan holga kelib qolishiga shohid bo'lishdan ortiq yana nima tragediya bo'lsin? Ajiba payg'ambarcha yuksak samoviy g'oyalarni yer yuzida ro'yobga chiqarish yo'lida pasibonlik sharafini qozongan bir millatning mansublarining kuni kelib o'z mustamlikachisining junqocha g'oyalari uchun xizmat qiladigan, kutgan yeridan chiqib beradigan pasandalar to'piga qaytilishiga jon otadigan holga kelib qolishdanmi ortiq badbaxtlik bo'lsinmi? Burhan Muhammadning suiqasdlar qo'rshovidagi da'vo va axborot xiyonatchiligi nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.